Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 8-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 32 so'm 74 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.208 so'm 8 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.220.808 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.1% ga oshdi. Yevro 52 so'm 46 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.116 so'm 20 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.411.620 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.0% ga oshdi. Rossiya rubli 71 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 0 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 155.000 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 0.5% ga oshdi. Xitoy yuani 11 so'm 28 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1780 so'm 28 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.780.280 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.8% ga oshdi. Koreya voni 5 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 15 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8150 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0.6% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 15 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 78 Rossiya rubli 76 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7876 Rossiya rubli 18 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0.4% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.